Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan Excel dasturida VPR formulasini ko'rib chiqamiz. VPR formulasida biz nimalar qilishimiz mumkin? Mana shu ushbu video darsda siz bu funksiya haqida to'liq qo'llanishda o'rganib olasiz. Xo'p, birinchi navbatda VPR formulasi yordamida biz bu ma'lumotlardan kerakli bir ichidagi ma'lumotni topib olishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu funksiya faqat VPR formulasida bo'ladi xolos. Aytaylik, bizda 3 ta ism familiya ro'yxati berilgan. Bu yerda bu ism familiya ro'yxatlari ham bor va bizga topishimiz kerak bo'lgan narsa shu 3 ta talaba deymizmi yoki ishchi deymizmi, shularning tug'ilgan sanasini mana shu katta jadvalning ichidan oqtarib topib bu yerga yozishimiz kerak bo'ladi. Siz buni birma-bir qo'lda ko'rib, qarab chiqib topib yozsangiz bo'ladi, lekin katta jadval bo'ladigan bo'lsa, anchagina bu qiyinchilik tug'dirib qo'yadi. Undan ko'ra VPR formulasi orqali osongina topib olishingiz mumkin. Birinchi navbatda biz ten belgisini qo'yamiz. Buning uchun demak tilni ruschaga o'tkazib olib VPR formulasini yozamiz va birinchi navbatda shu qaysi familiya ism ro'yxatidagi odamni topmoqchi bo'lsak, shuni belgilaymiz va nuqtali virgulni qo'yamiz va ushbu jadvalimizni to'liqligicha belgilaymiz. Hech qanaqa bir qatori yoki ustuni qolib ketmasligi kerak. Ahamiyatliroq bo'ling bu joyga. Demak, to'liq mana shunday shaklda mana jadvalimiz qancha katta bo'lsa, hammasini to'liq belgilab olamiz va klaviaturadan Fn plus F4 klavishlarini bosamiz. Mana bunday dollar belgilari qo'yilib qoladi. Bu ma'lumotlar chayilib ketmasligi uchun qilinadigan narsa. Undan keyin nuqtali virgulni qo'yamiz va biz mana shu jadvaldan oqtarayotgan sanamiz, ya'ni tug'ilgan sana ustuni nechanchi ustunda turibdi. Demak, birinchi ustunda ism familiya, ikkinchi ustunda tug'ilgan sana, uchinchi ustunda tug'ilgan tumani yoki viloyati. Demak, biz ikkinchi ustun qilib olamiz buni. Shuning uchun demak 2 ni yozamiz. Nuqtali virgulni qo'yamiz va bu yerdan lojni 2 marta bosib tanlab qo'yamiz va qavsni yopamiz. Enter tugmasini bosamiz. Bizda 37467 degan son chiqdi. Demak, bu xato deb o'ylamang. Shunchaki biz bu yerdan formatini nima qilamiz? Data ko'rinishiga o'tkazib qo'yamiz mana. Demak, qolganlarini ham data ko'rinishiga o'tkazib qo'ysak ishlaydi. Endi tekshirib ko'ramiz. Sattorov Akmal 27/07/2002-yilda tug'ilgan ekan. Demak, Sattorov Akmalni bu yerdan oqtarib topishga harakat qilib ko'ramiz hozir. Sattorov Akmal mana 27/07/2002. Demak, bizning VPR formulamiz to'g'ri topib beribdi. Endi formulani pastga tortib qo'ysak, qolgan ism familiyamizdagi ishchilarimiz yoki talabalarimizni demak tug'ilgan sanalarni topib beradi. Mana shunday qilib siz VPR formulasida katta jadvaldan kerakli bir qatordagi ma'lumotni sug'urib, oqtarib topib olishingiz mumkin. Endi keling shu uchala xodim yoki talaba tug'ilgan sanasini emas, endi tug'ilgan viloyati yoki tug'ilgan tumanini topishga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun ten belgisini qo'yamiz, yana VPR formulasini chaqiramiz va yana shu birinchi ism familiyani tanlaymiz. Nuqtali virgulni qo'yamiz. Nuqtali virgulni qo'yganimizdan keyin to'liq yana jadvalimizni mana shu shaklda belgilab olamiz va klaviaturadan Fn Alt F4 tugmalarini bosamiz. Ya'ni Fn plus F4 o'zini va nuqtali virgulni qo'yamiz. Endi shu tug'ilgan viloyati degan ustun nechanchi ustunda turibdi? Demak, shu jadvalimizda birinchi ustun, ikkinchi ustun, uchinchi ustun. Demak, biz 3 raqamini yozamiz va nuqtali virgulni qo'yamiz. Bu yerda ham demak lojni 2 marta bosib tanlab qo'yamiz. Qavsni yopamiz, enterni bosamiz. Demak, mana Sattorov Akmal Samarqand viloyati Bulug'nur tumanida demak tug'ilgan ekan. Formulani pastga tortib qo'ysak, qolgan ism familiyamizni ham demak tug'ilgan sanalari, ya'ni to'g'rirog'i tug'ilgan viloyati tumani bizda kelib chiqyapti. Tekshirib ko'ramiz. Sattorov Akmal. Hop, Sattorov Akmal. Tak. Mana demak Samarqand viloyati Bulug'nur tumani. Bu yerda ham xuddi shunaqa demak to'g'ri topyapti.
Do'stlar, siz ham xuddi shunaqa qilib Paper formulasida ishlab, jadvaldan kerakli bir qatordagi ma'lumotni topib olishingiz mumkin. Faqat bu yerdagi formulalarni to'g'ri qo'llasangiz bo'ldi. Boshqa hech qanaqa muammo bo'lmaydi sizda.